mag'lubiyat xabari Makkaga yetib bordi. Mushriklar Badrdan pitirab ketgan patidak intayin chuvalchaq va tartibsiz holatda qochgan edi. Ular cho'nqur o'ymonliq yoki tog' jilg'ilariga qarab, aqli o'shini yo'qotgan holda bo'ridan ukkan tog' o'chkunlaridek gohida to'plashib, gohida patparaq bo'lib janub tarafga mangdi. Ular numusdan Makkaga qandoq kirishni bilmaydi. Ibn Ishoq mundoq deydi: Qurayshlarning mag'lubiyat xabarini Makkaga tunji bo'lib elib kirgan kishi Haysimon ibn Abdullah Xuzai bo'ldi. U Makkaga kiribdi, kishilar yig'ilib, "Keyningdikilar qani?" deb so'rashdi. Haysimon intayin alsirgan holda, "Ular yo'q. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abdul Hakam, Abu Jahl ibn Hisham, Umayya ibn Xalaflar o'ltirildi" deb Quraysh qatillardan bir qancha kishini tilga oldi. Haysimon Quraysh qatillardan Badrda o'ltirilganlarni, "Paloni o'ltirildi, pustoni asir elinib ketildi" deb bir-birlab sanab bergili turibdi. Sufyan ibn Umayya u bu chaqda Ka'baning Hijri degan tarafida o'ltirib-yotdi. "Azbiroyi Xudo, bu aqlidan ezib qopti. Uningdan meni so'rab beqinglar" dedi. Kishilar uningdan Saffon ibn Umayya qandoq bo'ldi deb so'radi. Haysimon: "Mana Saffon degan avu hijrda o'ltirib-yotmamdi. Alloh bilan qasamki, men uning otasi va qarindishining o'ltirilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim" deb Saffonni cho'chitib o'tdi. Abu Rabi'a Rasulullohning azodgardisi mundoq degan: "Men aslida Abbos ibn Abdul Muttalibning quli, ya'ni chakiri edim. Bizning oilaga islom xili burunla nur chachgan edi. Abbos, Ummu Fazli va men burun musulmon bo'lgan edik. Biroq Abbos o'zining musulmon bo'lganligini yo'shirib kelyotdi. Badr urushida Abbosning qarindishi Abu Lahab urushga chiqmay Makkada qolib qolgan edi. U Haysimon elib kelgan xabarni anglab, yer bilan tang bo'lib ketdi va qattiq xo'rliq his qilib, o'zini qo'ydigan yer topolmay qoldi. Biz ko'nglimizda xushal bo'ldik va kuch-quvvat va sharaf his qildik. Men tenim ojiz bir qul bo'lib, faqat oyoqchilik hunarim bilan shug'ullanatdim. Uni men Zamzam quduqining yenidagi bir hujrada o'yib sifatlaydim. Alloh bilan qasamki, men shu kuni ashu hujrada o'z hunarim bilan mashg'ul edim. Yenimda Ummul Fazli Abbosning ayoli o'ltiratdi. Ikkimiz qiziq, heliqi xabarni deyishib o'ltiratdik. Ushtumtut Abu Lahab intayin g'amkin holda eg'ir qadamlar bilan selib paypaslab keldi va hujrning oldida o'ltirdi. Men hujrning ichida uning keynida turib-yotdim. Shu fursatda kishilar uningga: "Mana bu Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib qaytib kelibdi" deyishdi. Tasdiqda o'rnidan turib: "Bu yoqqa kel o'g'lim. Jazm qilamanki, sen haqiqatan yaxshi xabar elib kelding" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan ibn Haris Abu Lahabning yoniga kelib o'ltirdi. Odamlar sanjoq-sanjoq bo'lib atrofda o'ri turibdi. Abu Lahab uningga: "Ey qarindishimning o'g'li, Abu Lahab bilan mushu Abu Sufyanning dadisi Haris ona bir qarindoshlar edi. Mushu odamlarning ahvoli qandoq bo'lib ketdi? Menga aynan bir so'zlab bergina" dedi. Abu Sufyan: "Qandoq bo'ladi? Biz ularga avval qo'l soldik. Orqadan bo'lolmay dumbimizni tutib berdik. Ular xohlagancha chepib, xohlagancha asir oldi. Alloh bilan qasamki, men shundoqdimi gunohni hargiz o'z odamlarimizga qo'ymayman. Chunki biz osmonning qahrida chilon to'riq otlarga minib olgan oq to'nliq yo'chunlar odamlar bilan urushdik. Ularga hech narsa kor qilmaydi ekan va tang kelolmaydi ekan" dedi. Abu Rafi'a mundoq deydi: "Gap mushu yerga kelganda, men hujrning pardasini o'rib turib, azbiroyi Xudo, ashular cho'qim farishtalar" dedim. Abu Lahab qo'lini shiltib, ingakimga qattiq birini urdi. Shuning bilan men uningga etildim. U meni ko'tarib yerga otdi. Ondan ostiga besib urg'ili turdi. Uningga kuchim yetmadi. Bu chaqda Ummul Fazli o'rnidan turib, hujrning yog'ochlaridan bir baldoqni qo'liga oldi-da, uning bilan Abu Lahabning beshiga urib, uni yarlantirdi va "Uning xo'jayini yo'q deb bo'zaq qilmoqchimisan?" deb izo yog'dirdi. Shuning bilan Abu Lahab beshini tutgan holda o'sal ahvolga tushib qaytib ketdi.
Alloh bilan qasamki, u shuningdan 7-8 kundan keyin adas kasaliga mubtalo bo'lib o'ldi. Adas kasali arablar shumpal oladigan bir xil qabih jarohat kasali bo'lib, hatto uni avlodlarga tashlab etdi va uning o'ligi shu peti 3 kun turib qoldi. Oxiri bo'lolmay, kishilar uni o'lgan yerdan yaqin bir joyga o'rak qo'lab, tayoq to'qmoqlar bilan ittirib tashlab, tosh kesaklar bilan ko'mibdi. Adas kasali bir xil purchoq shakldagi yuqumli kasal bo'lib, arablar bu kasal bilan og'irgan kishidan shumpal oladi. Makkiliklar Badr jang maydonidagi fojialik mag'lubiyat xabarini mana mushundoq xo'rliq va qayg'u alam ichida topshirib oldi va bu ish ularga intayin og'ir keldi. Hatto ular musulmonlarning xushal bo'lib kulmasligi uchun o'liklarga yig'lab marsiya o'qishni chekladi. Hammadan qiziq bo'lgani shuki, Makkilik Asvad ibn Mutallib degan kishining 3 o'g'li Badrda to'liq o'ldirilgan edi. U o'g'illarga yig'lab marsiya o'qib, ko'ngil pushig'ini chiqarib olg'isi keladi. Uning ustiga u ko'zi ko'r amo kishi edi. Bir kechasi u bir xotinning yig'i ovozini angladi-da, chaqirga darhol berib yig'lashga ruxsat qilinibdimi? O'qib kel. Menmi o'g'lim Abu Hakimga yig'lab olay. Mening ich a'zolarim kuyib kul bo'lib ketdi, dedi. Shuning bilan chaqar berib, u degan tugisi yo'qab ketgan xotin ekan. Shuningga yig'lab o'tibdi, deb javob elib kelibdi. Asvad o'zini tutib olmay, buqildab yig'lab ketdi va buni marsiyani o'qidi. Tugan ozg'an yig'lamsan, o'zingni qilib bedor, tuga emas Badrga yig'lash kerak zaruzar. Bani Hasis va Mahzum Abul Valid jamoati Badrda bo'ldi halok, ular emasmidi sardor. Yig'lashqa kerak bo'lsa, yig'lang siz o'qaylimga. Harisqa o'qib marsi ish izini qilib izhor. Hammiga yig'lash kerak nomini qilib tasmi, bo'libmi Abul Hakim tangdoshsiz edi zinhor. Ulardan keyin bu dunyoga xo'ja bo'ldi uchun allar, agar bo'lmasa Badri ular bo'lmas edi sardor. G'albi bishoratlari Madinaga yetib keldi. Urush g'albilik oyoqlashgandan keyin Rasululloh Madina xalqiga oldin xush xabar yetkazib qo'yish uchun 2 bishoratchini yo'lga soldi. Ularning biri Abdullah ibn Ravaha Madinaning yuqori tarafiga, yana biri Zayd ibn Haris Madinaning tuvan tarafiga avatildi. Bu 2 bishoratchi Madinaga kelgicha Yahudilar va munofiqlar o'zaro eg'iz burun yalishib, fitna ig'vo tarqitib, Madinada ig'ir ansizlik vaziyati shakllantirgan edi. Hatto ular hech qanday asossizla Muhammad o'ldirilibdi deb shum xabar tarqatdi. Bir munofiq Zayd ibn Harisning Rasulullohning Qasva degan tugisiga minib, Iroqdan kelayotganligini ko'rib, "Men demadimmi, Muhammad cho'qim o'libdi. Mana abu uning biz biladigan tugisi." Ustida Zayd ibn Haris qo'rqinchdan nima deyarini bilolmay, ruhi sunuq, beshi tuvan kelayotmamdi, dedi. Elchilar yetib kelibdi, musulmonlar ularni orqa ilib olib, xush xabarlarni eg'iz-eg'izga tegishmay anglashga boshladi. Anglag'anlar anglamaganlarga yetkazatdi. Oxir ularning ko'ngli tindi. Ammo shod-xuramlikqa cho'mdi va Madina ko'chalarining hamma yerida takbir sadosi va tahlil sadosi yangradi. Madinada qolgan musulmonlarning vakillari tashkillanib, Rasulullohning g'albisini tabriklash uchun Badr yo'liga qarab otlandi. Usama radhiyallohu anhu: "Biz Rasulullohning Osmon ibn Affondagi qizi Ruqiyani dafn qilayotganda ilqi xush xabarni angladik. Rasululloh meni Osmon bilan billa qizi Ruqiyaning kesiliga qarashga qoldirgan edi", degan. Islom qo'shuni Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Jang oxirlashgandan keyin Rasululloh Badrda 3 kun turib, 4-kuni atigan qo'zg'almoqchi bo'lib edi. Yo'lga chiqish oldida qo'shin ichida g'animat to'g'riliq ixtilof yuz berdi. Bu ixtilof borgan sari kuchaygili turdi. Rasululloh qo'shinga qo'llaridagi barliq g'animatlarni umumga topshirib berishga buyurdi. Ular Rasulullohning deganidek qildi. Ondan bu haqda vahiy nozil bo'ldi. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: "Biz Rasululloh bilan chiqib Badr urushini qildik. Ikki taraf keskin erishdik. Oxir Alloh dushmanni mag'lub qilib berdi. Bu chaqda bir bo'lik kishilar dushmanni qo'g'lab zarba berishga kirishdi.
Yana bir bölük kishilar dushman tashlab qochgan mol-mulklarni va o'ltirilganlarning harbiy qurol-yaroqlarini yig'ishga boshladi. Üçüncü bir turkumdagilar Rasulullohning yenidan ayrilmay, uni dushmanning tuyuqsiz hujumidan qo'g'didi. Hatto bir chaqda kech kirib, hammaylan jam bo'lib, g'animat o'ljilarni yig'ib to'plaganlar, g'animatni biz yig'ib jug'ladik. Buningda boshqalarning haqqi yo'q, deyishdi. Dushmanni qo'g'lab chiqib ketganlar, g'animatga biz eng haqliq. Chunki dushmanni biz chekindirdik. Boshqalarning tayyorga hayyor bo'lib olishi durust emas, deyishdi. Rasulullohni qo'g'lab turganlar, biz Rasulullohga dushman tuyuqsiz qo'l silishdan ansirab bu yerda qolib qopdiq, deyishdi. Dal mushu chaqda Alloh vahiy nozil qilib, ey Muhammad, sahobilaring g'animatlarni qandoq taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashdi. Ularga aytganki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. Ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, oranglarni tuzanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Qur'on Karim Sura Anfal 1-oyat dedi. Shuning bilan Rasululloh g'animatlarni yig'ib olib, musulmonlarga Allohning ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilib berdi. Badrda 3 kun turgandan keyin qo'shin Madinaga qarab qo'zg'aldi. Asirlar yonda yolab birga ilib mengildi va mushriklardan tortib olingan g'animatlarga Abdullah ibn Ka'b mas'ul qilindi. Rasululloh Badr vodisidan chiqib, Safra jilg'isidan o'tib, Safra bilan Noziya o'ttirsidagi tuzlanlikka tushdi. Bu yerda g'animatlardan 5dan birini ayirib olib, mujohidlarga bab-barobar taqsim qilib berdi. Safraga yetib borganda Rasululloh Nazri ibn Harisni o'limga buyurdi. Nazri ibn Haris bu qitimliq urushda mushriklar qo'shinining alamdori va Quraysh kofirlarining kativishi bo'lganning ustiga ilgari islom diniga va Rasulullohga intayin ig'ir kulfat yetkazgan va ashaddiy dushmanlik qilgan. Shuning bilan uni Ali ibn Abu Talib so'rab elib chiqib, qilich bilan chepib ijro qildi. Ondan yo'lni davomlashtirib, Irqi Zabiya degan joyga yetib kelibdi. Rasululloh qo'shinni to'xtatib, Uqba ibn Abu Muayyidni o'limga buyurdi. Hammaga ma'lumki, oldingi boblarda tilga elib o'tganimizdek, Uqba ibn Umayyidning Rasululloh alayhissalomga qilgan aziyat kulfatlari haddi hisobsiz edi. U bir kuni Rasululloh Makkadagi chig'ida Ka'ba yanida namozda sajdaga bosh qo'yganida tugining qerillarini akilib Rasulullohning bo'yniga ortib qo'ygan badbaxtning dal o'zi edi. Yana bir kuni belidagi potisi bilan Rasulullohning gelini bo'g'ib, Abu Bakri to'sib olmagan bo'lsa, Rasulullohni o'ltirib atkili tasqalganmi shu edi. Rasululloh uni o'limga buyurdi. U: "Ey Muhammad, kichik narsida bolalarimni kimga qoldirsan?" dedi. Rasululloh "Davzoqqa" deb javob berdi. Uni Sabit ibn Asim o'ltirdi. Yana bir so'zda Ali ibn Abu Talib o'ltirgan deyiladi. Bu ikki jinoyatchiga o'lim jazosi berish harbiy intizom nuqtasidan elib aytganda zarur bo'lib qolgan edi. Chunki ular asrlar qatoridagi ikki asrlar emas, balki hozirgi zamon atalg'usi bo'yicha aytgandimi, bu qitimqi urushdagi urush jinoyatchilarining eng cho'ng katavashlaridan edi. Tabrik elchilari. Rasululloh Ravhoga yetib kelganda Madinadan Rasulullohning g'alabasini tabriklash uchun chiqqan musulmonlarning elchilariga yo'liqdi. Ular Rasululloh uchun qizg'in tabrik sadolarini yangratdi. Bu chaqda Salima ibn Salama degan sahoba ularga: "Bizni nimaga tabriklaytinglar? Biz faqat jonsiz jasaddak qaynakvosh qeri xotin kabi odamlar bilan elishdik xolos" degan edi. Rasululloh kulib soldi va ular degan to'liq qurollangan kuchlik odamlar, birodarlar deb qo'ydi. O'mak a'zolaridan Usayd ibn Huzayr: "Ey Rasululloh, Xudoga shukr, u sana nusrat ato qildi va seni xushal qaytib kelgani nasib qildi. Ey Rasululloh, biz seni karvonni to'sqili chiqib ketdi deb o'ylabdik. Dushman bilan tutishib qolar demabdik. O'zimni olsam, sening dushman bilan qurolliq tutishib qilishingni bilsam edim, hargiz ayrilib qolmaydim" degan edi. Rasululloh: "Rost aytsan" dedi.
Ondan yo'lini davomlashtirib, Madinaga g'alaba qilgan va zafar quchgan holda kirib keldi. Bu chaqda uningdan Madina ichi va sirtidagi dushman kuchlar qo'rqib, ayminadigan bo'ldi. Madina aholisidan nurg'un kishilar o'zlarining musulmon bo'lganligini jakarladi. Hatto shu kuni Abdullah ibn Ubay uning yon tayoqlarimi ko'rinishda musulmon bo'lgan bo'lib qo'ydi. Rasululloh Madinaga yetib kelgan kunning ertasi asrlarmi elib kelindi. Shuning bilan Rasululloh ularni sahobalarga tarqitib berdi va ularga yaxshi muomala qilishni tavsiya qildi. Buning bilan sahobalar o'zi xurmo, meva-chevalarni yeb, asrlarga osh non berib boqdi. Asrlar masalasi. Rasululloh Madinaga yetib kelgandan keyin sahobalarga asrlar to'g'risida maslahat soldi. Abu Bakr mundoq dedi: "Ey Rasululloh, bular o'z tog'illarimiz va o'z qavmi qarindoshlarimiz. Meningcha, ulardan to'lam elib qo'yatsak-mikin? U biz uchun bir obdan mablag' bo'lib qolgudak. Kuchimizni to'liqlab olgudakmiz. Bularnimi Alloh hidoyat qilib, yaxshi odam bo'lib ketsa ajab emas." Rasululloh Umarga qarab: "Sen qandoq qaraysan, ey Ibn Xattob?" deb so'radi. Umar mundoq dedi: "Shuning bilan men turib, ey Rasululloh, Alloh bilan qasamki, men Abu Bakrdek qarmayman. Men shunda qaraymanki, menga palonini bergin. U o'zining yaqin bir tuqqani edi. Uni o'zim o'ltiray. Aliga Uqayl ibn Abu Talibni bergin. Uni Ali o'ltirsin. Hamziga uning qarindishi palonini, Abbosni demakchi, bergin. Uni Hamza o'ltirsin. Shunda qilganda ondan Allohning oldida bizning dilimizda mushriklarga qarta qilchi yo'l qo'yish mavjud emasligi isbotlanadi. Uning ustiga bu jinoyatchilarning hammasi degidek katavash amaldorlar va oldi pash o't quyruqlar," dedim. Shundaqdimi Rasululloh Abu Bakrning fikriga moyil bo'lib, mening fikrimni qo'llamadi va ulardan to'lam to'litib oldi. Ertasi atigan Rasulullohning yoniga borsam, u Abu Bakr bilan yig'lab o'tibdi. Bu chaqda men: "Ey Rasululloh, ikkinglar nimishga yig'laysizlar? Menga aytib beringlar. Yig'lug'idek bo'lsa, menmi yig'larman. Yig'i topolmasam, ko'zimni yig'iga zo'rlarman." Desam, Rasululloh: "Menga sening ashu sabdoshlaring asrlardan to'lam olganligi sababidan ko'rsatilgan ko'rinishlar uchun yig'laymiz. Menga ularning azob qilinayotganligi mushu daraxtdan yaqin yerda ko'rsatildi," dedi yaqin bir daraxtni ko'rsatib. Bu vaqtda Alloh taolo tuvandagi oyatni nozil qildi. Payg'ambarga zaminda dushmanni ko'proq o'ltirmay turib, ya'ni mushriklarning hayvasini yo'qotib, islomga quvvat bermay turib, asarlardan fidya elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allohning ochiq chekilmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azalisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliginglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Qur'oni Karim Sura Anfal 68 va 69 oyatlar. Bu oyatda tilga ilingan Allohning hukmi azalisi Allohning ondan ularni ihson qilish yuzidan qo'yib beringlar. Qur'oni Karim Sura Muhammad 4-oyatning bir qismi degan so'zidagi hukm edi. Buningda asrlardan fidya elishga ruxsat bor edi. Shunga ularni azobga duchor qilmadi, faqat topa malomatga yo'liqdi. Chunki ular zaminda ko'proq o'ltirib, mushriklarning hayvasini yerga urmay turib, kuffarlarni asir elishga tutishib ketdi. Ondan ular yana bu jinoyatchi unsurlardan fidya elishni ravo ko'rdi. Halbuki ular faqat urush asirlarla emas, balki texi hozirgi zamon atalg'usi bilan aytsak, urush jinoyatchilarining katavashlari edi. Bundaqlarni hozirgi zamon urush qonunidimi qat'iy so'laydi va jazo ijro qiladi. Bularga ko'pincha hollarda o'lim jazosi berildi yoki umrlik qamoq jazosiga hukm qilinadi albatta. Demak, oxirgi kengash natijasi Abu Bakrning ra'yiga qaror topdi. Shuning bilan Rasululloh ulardan fidya elib qo'yibdi. Fidya miqdori 4000 dirhamdan 3000 dirham oraliqida bo'ldi. Eng tuvan bo'lganda 1000 dirham to'ladi. Makkiliklar xat yoza oladi.
Shunga asrlar ichidan to'lam to'lashga iqtisodi yetmaydiganlar Madinadagilarning avlodlaridan har biriga 10 o'smirni tutqizib berilib, ular shu o'smirlarga xat yozish va o'qishni pishiq o'rgatgandan keyin qo'yib o'tildi. Shuning bilan birga Rasululloh yana bir qancha asrga alohida kechirim iltifot qilib to'lamsiz qo'yib o'tdi. Ular ichida Mutallib ibn Hantab, Sayf ibn Abu Rafiya va Uhud urushida yana asirga tushib, o'lim jazosiga hukm qilingan Abul Izza Jumahiylarmi bor edi. Tafsiloti keyin keladi. Rasululloh yana kuy o'g'li Abul Asqa Zaynabning yo'lini bo'shatib qo'yish sharti bilan kechirim qildi. Zaynab erining fidya haqqini to'lash uchun ma'lum miqdorda mol-mato avatgan edi. U avatgan mollar ichida uning to'y kuni onasi Xadicha bo'yniga esib qo'ygan bir tal munchoqmi bor edi. Rasululloh bu munchoqni ko'rib qattiq ichi serildi va sahobalardan Abul Asni fidyasiz qo'yib o'tishni o'tindi. Sahobalar qo'shilgandan keyin uni Zaynabni Madinaga yo'lga silib o'tish sharti bilan qo'yib o'tdi. Shuning bilan Abul As Makkaga beribla Zaynabni yo'lga silib o'tdi. Zaynab hijrat qilib chiqdi. Rasululloh Zayd ibn Haris bilan Ansorlardan bir odamni Zaynabning oldiga chiqartib, sizlar Batni Ya'jaj degan yerga berib, Zaynabni saqlab turinglar. U Makkadan chiqsa, hamroh bo'lib elib kelinglar degan edi. Ular Rasulullohning deganidek qilishdi va uni Madinaga elib keldi. Lekin Zaynabning safar jarayoni qiyin ham mushkil bo'ldi. Asrlar ichida yana Qurayshlarning yetishgan notiqi Suhayl ibn Amrimi bor edi. Navbat buningga kelganda Umar ibn Xattob: "Ey Rasululloh, menga ruxsat qilsizlar. Men Suhaylning 2 tishini sug'urib olay. U buningdan keyin ikkinchi bir so'rinda valoqlab sana til uzitib yurmasin" degan edi. Rasululloh bu talabga qo'shilmadi. Chunki bunda qilish musila qilganlik, ya'ni tan jazosi berganlik bo'ladi. Bu Allohning g'azabini keltiradigan ish edi. Shu mazgillarda yana Asad ibn Nu'man degan kishi Makkaga umra hajga borgan bo'lib, Abu Sufyan uni tutqun qilib olgan edi. Abu Sufyanning bir o'g'li Amir ibn Abu Sufyan musulmonlarning qo'lida asir edi. Shunga musulmonlar uni Amir ibn Abu Sufyanga almashtirdi. Qur'oni Karim bu qitimqi urush haqida to'xtaldi. Shu asnoda bu qitimqi urushni asosiy tema qilgan holda sura Anfal nozil bo'ldi. Bu sura mushu urushga qarta e'lon qilingan ilohiy obzor. Agar mushundoq atash to'g'ri bo'lsa, odatdagi podsho va qo'mondonlarning g'albidan keyin e'lon qiladigan bayonot va obzorlardan ko'p farqlanadi. Alayli Allah bu bayonotida birinchi qilib musulmonlarni o'zlarini mukammallashtirishga va kamchiliklarini to'liqlashiga tirishsin uchun ularning nazarini ularda saqlanayotgan ham sodir bo'layotgan kamchiliklarga va axloqiy masalalarga qaratdi. Ondan ikkinchi qilib Allah bu qitimqi urushda musulmonlarga iltifot qilib zo'r g'oyibiy yordam madadlarini tilga elib, ular o'zlarining shijoat va jasoratiga ishinib ketib, mag'rurlik va takabburlik patqiga petib qolmaslikqa, balki hamma ishda Allohga tavakkul qilish va Allohga itoat qilish va Rasulullohga itoat qilishning zarurligiga ogohlantirish berdi. Ondan keyin musulmonlarga Rasulullohning bu qonliq to'qinishga qadam qo'yishidagi yuksak g'oya va ulug'vor nishonlarni bayon qildi. Hamda ularga jang maydonlarida ustunlik egallash va g'alaba qozonishga sabab bo'ladigan oliyjanob sifatlar va axloqiy fazilatlarni tunishtirdi. 3-qadamda mushriklar, munofiqlar, Yahudiylar va rejim ostidagi asirlarga xitob qilib, nihoyat baligh so'z ifodalar bilan ularga chiroyli vaz nasihatlarni qildi. Ularni haqiqatga tan berib va amaliyatiga bo'ysunib, tinchlik yo'lini tanlashga yetakladi. Orqadan musulmonlar ommasiga g'animat to'g'riliq so'z qilib, bu masalaga aloqador prinsip va qoida-qonunlarni bayon qildi. Ondan ularga yana islom davlati urush davriga qadam qo'ygandan keyin islomiy g'azot va jihodlarni jaholiyatcha urush va tajovuzchilardan farqlantiradigan jang maydonida amal qilishga tegishli qoidalarni tunishtirdi. Ularda axloq,
qimmat qarash va yaxshi ish harakatlarda ulgi tiklash ruhini yetildiradigan va xalqi olamga islom dini quruq nazariyaviy yo'l yo'riq emas, balki u e'tiqodchilarni o'zi tashabbus qilgan qoida qonun va prinsiplar bilan amaliy tarbiyalaydigan ilg'or qonun tuzumlari mukammal din ekan deganni uqtirdi. Urush va tinchlik davriga jiddiy zarur qonun nizomlarni bayon qildi va yo'lga qo'ydi. Eng oxirida islom davlati tavallikida yashaydigan musulmonlar bilan chegara sirtidagi musulmonlarning o'ttirsini farqlandiradigan islom davlati asosiy qonunining qo'shimcha moddalarini bekitib berdi va e'lon qildi. Yana shu yili Hijriyaning 2-yili Ramazon oyida ro'za tutish farz qilindi va fitr sadiqasini ado qilish belgilandi. Hamda boshqa farz zakotlarning o'lcham andizalari e'lon qilindi. Bu sadiqa fitri va boshqa farz zakot qatorliqlar majburiy va yerim majburiy iqtisodiy vazifalarning yo'lga qo'yilishi tijorat va kasb qilishga qurbi yetmagan nurg'un kambag'al muhojirlar va musofirlarning turmush qiyinchiligini yengillatdi. Musulmonlar tarixdagi eng ko'ngillik va qaltis xushallik baxsh etgan unutilg'isiz ishlarning biri ular uchun Badr g'azotida qo'lga kelgan g'oyat zo'r g'albining orqasidilla Shavvol oyida o'tkazilgan Ro'za Hayit bayrami bo'ldi. Bu Hayit bayram Alloh tabarak va taolo musulmonlarning beshiga g'alba va izzat tojisini kiydirgandan keyinla iltifot qilgan eng ma'nilik va xushal-xuram Hayit bo'lgan edi. Musulmonlar Allohning ularga iltifot qilgan ne'matlariga, ato qilgan g'albi nusratlariga va ularni mono oyatida yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zamonida oz sonliq bo'lib bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Qur'oni Karim sura Anfal 20-oyatda alohida tilga olganligiga qattiq suyunib, uylardan tortib takbir va tahlil sadolarini yangritib, dag'dug'liq kayfiyat ichida ado qilgan ashu hayit namozi nima degan hayvatlik va huzurliq a? Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh